Assalomu alaykum do'stlar. Maydanak tog'iga ketishdagi tog'ning eng yuqori chekkasi cho'qqisidamiz. Tog'lar, azim tog'lar. Havo salqin. Burgutlar uchyapti. Burgut qara. Do'stlar, Maydanak tog'ining o'rmonlari. Tog' toshlar orasida qishloqqa ketyapmiz. Tolli degan qishloq. Archazor, O'rmonzor. Jo'ra o'rmon ekan. Bu manzarani qarang, tog'larni qarang. Shu tomonda Maydanak observatoriyasi bor ekan. 1 soatlik yo'l ekan. Tog'ni aralab o'tsa 4 kilometr dedi. 4 kilometrlar bor ekan. Xudo rahmatli. O'g'aynisini hovlisidamiz. Hovlilar bor har joyda. Chiroylikgina salqin havo. Shahardacha 40 gradus bo'lsa, bu yerda hozir soqotishni boshladi. O'zi shom kirgani yo'q hali. Bu yoqda o'zlarining hovlisi ekan. Bu tomonda tog'lar bor. Chiroyli manzara. Aylanasiga tog'. Aylanasiga tog'. Chiroyli. Tog'lar. Azim tog'lar. O'rmonni qarang. Chiroyli. Suv bor, mana pastda jilg'a oqib turibdi. Buloqdan suv kelar ekan, ichishar ekan buloq suvidan. Bu yerdagilar kasal bo'lmas ekan shunday. Tog'da havo, toza havo. Tog'ni qarang. Toza havo va toza suv. Shu tog'lar orqasi Surxondaryo ekan. Ajoyib. Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir bomdod namozidan keyingi manzarani ko'rsataman. Tog'ni qarang. Chiroyli. Mana o'ng qo'limizda mana bu yoqda mana shu tog'ning orqasida Maydanak observatoriyasi ekan. Shu tog' orqasida hozir potedan chiqib o'tamiz nasib bo'lsa deb turibmiz. Qishloqda eng chekka, eng yuqori, eng baland uylardan biridan topganda hozir akamiz bog'chasi bu chiroyligina olma, nok. Bolam qarang, kripson olmalari. Orqa tomonni ko'rsataman. Zardolni qarang. Endi pishdi bo'lar zardol. O'zimizda tuga. Mana orqa taraf. Quyonlar ham bor deyishyapti. Nasib bo'lsa quyonga olib kelamiz.